Kameram yangam ham. Hammaga assalomu alaykum. Bugun O'zbekistondagi birinchi yangi YouTube video. Yangi. Qayda hammaga assalomu alaykum. Bugun O'zbekistondagi yangi YouTube videom birinchisi. Bu meni Afruza dugonam 3 yildan beri durust qilaman. Hali bu haqda podrobno gapirib beraman. Bugun bizning temamiz sovg'alar, ko'rib turganlaringizdek. Men Yevropadan yig'ib olib kelgan narsalarim dugonam uchun, Afruz menga bugun gullar bilan kutib oldi. O'zim ertalab kelganimni, kechasi 12 ga keldi meni ko'rishga, soat bilishlari uchun 12 va sovg'alar. Raspakovka qilamiz endi. Sizdan boshlaymizmi? Mendan boshlaymizmi? Hay. Menga gul yomon xursand bo'ldim. O'zim shu kun chota meni gul bilan kutib olishmadi degan aqalada o'tirgandim. Keyin meni stilimdagi o'zim yaxshi ko'rgan. Hozir ochib qo'yishdan gapirib o'tiring. Dugonam uyalcha, hali boshida men ham kameradan uyalayotgandim. Apam meni o'rgatib yubordilar bu kameraga. Futbolka o'ziga ham bor-a? Ha, keyin tushunishlaringiz uchun men bu koftichkani olib keldim. Yakkta dugonamiz bor, dugonamizga yana bittasi bir xil kiyinishni biz yaxshi ko'ramiz. Hozir Afruz ikkamizga bir xil mashqa futbolkalar olgan. Buni ko'p videolarimizda ko'rasizlar. Biz dugonam bilan efir qilamiz. Efirda ko'p suv ichamiz. Ko'p gaplashamiz, urushlar qilib turamiz. Shunaqa idishcha. Gulchalik, o'zim ham gul temasida narsalar olib kelgandim. Ko'ryapsizlarmi, gul temasi. Tak. Kosmetichka bu sayohat uchun juda qulay narsa. Endi to'g'risini aytaman, o'sha ko'rib o'ylim narsalarimni qiziqib. Sizlarga ko'z uchun boshqatdan video olamiz. Ammo yopiladi bu. Afruz qana yopadilar. Menga kerakli narsani topib ketdi deganam. Ochilganda ochil dasturxon qilib, ochib, keyin mana bunaqa qilib berar ekanimiz. Keyin o'zi shu kun planlarim ko'p esimdan chiqib ketadi. Bloknot olishim kerak degandim va menga bloknotcha Afruz qarz daftar qilasiz dedi. Keyin uti-puti brelokcha. Keyin podvodka, menga kerakli podvodka, tush bilan mana bunaqa ko'pchilik mendan so'ragan bilmaylarda nimani qanday chizasiz o'rgating deb. Bitta chizib nimalar qildim. Buni shunaqa mayin nima bilan chizaman. O'rgataman. Keyin Samiraxon taxlayman-ku, qirqaman. O'sha uchun gapiraversangiz ham bo'ladi. Eng hammasidan yoqqan narsa ko'ryapsizlarmi? Prям men borgan davlatlar: Fransiya, anaqa Germaniya. Ketdim Короче, eng yoqqan menga Qaytada ayting. Qilolay. Interesni chiqadi, shunaqa joylari ham. Tushunmaydi ko'pchilik. Va oxirgisi menga yoqqan. Kechirasizlar. Menga yoqqan shihol, qaranglar, imina men borgan davlatlar, Yevropa davlatlariga yaqinlashtirilgan Fransiya, Belgiya, Germaniya, Ispaniya, yana boshqa Yevropa davlatlari davomini boramiz. Yoqdi. Menda raspakovkam tugadi. Endi dugonamga o'tamiz. Absha, Afruz Happy birthday deb yozilgan, lekin e'tibor qilmadingizmi? Tug'ilgan kunimmi bugun? Happy nima degani? Happy birthday tug'ilgan kuning bilan bayram tug'ilgan kuning deganimi? O'zi inglizcha ham bilmaymiz ikkamiz ham. Dnём рождения. Haybiyonni qirqib tashlaymiz. Men o'zimnikini o'zim qilamanmi? Ha, nimani yaqinroq qo'y. Men ham gapiraman. Короче, yordam beraman. Men bu advent kalendar, bilsalaringiz, men boshqachasidan ochganman. Keyin anaqa dugonam ham birinchi marta ochib ko'radi. Ko'ramiz. Dugonam ham men ham orzu qiladi. Men Germaniyaga borib endi ko'rdim. Shunga o'sha his tuyg'uni dugonam ham his qilishini xohlayman.
Rahmat. Ha. Gapiring. Yo'q. Qittigina uyalchang, mayli, o'zim gapirib turaman. Buni Fransiyadan oldim. Fransiyaga borib, Parijga borib toqish kerak. Majbur. Shunda deng. Shart shunaqa. Bu nemetskiy Lindt shokoladi. Bu ham mana Lindt nimasi hamma biladi. U mashhur samый вкусный shokolad. Uydagilarga berasiz. O'zi yemang. Ha, bular otini bilasiz-ku, shirinliklarni. Gapirgim kelmayapti, uyalyapti. Bugun ham uyalyapti. Men tarjima qilib turaman. Bu shirinliklar anaqa jiyaningizga berasiz. Buni ham beray ham, lekin bu mazor bostida bular. Mazor bosdi. Mazor bosti. Marmeladcha. O'zim yegan narsam do'konam bilan bo'lishyapman. Bilsa bilar. Bu duxiy. Nemetskiy duxi va ovoz chiqdi. Do'konam qita ovozi pastda odamlar. Tushunishga harakat qilasizlar. Ochib hidlab ko'ring-chi. Balandroq. Bizdan video chiqmaydi. Bu joyni kesamiz. Bu qiz esda qolsin. Ko'p bo'lamiz hali bu qiz bilan video. Ha, yana nima bu? Bu ham uyga vazifali sovg'a. Harakat qilish kerak-da, do'konam. Hozir yaqinroq ketiramiz. Parijni mana shu nimalariga borish kerak. Borsin deb, motivatsiya deb olib keldim, ha. Bu Prosta nemetskiy ichimlik kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Endi bilsin deyman-da, do'konam ham. Nemetskiy ichimlikchalar. Yomon narsa emas. Bu Brilok Fransiyadan, hamma narsa Fransiyadan. Keyin sochim. Keyin do'konam bilan bizga kerakli narsa anaqa suxoy shampun. Mana shunaqa? Nimadir deng endi. Rahmat sizga. Sizga yoqdimi? Yoqdi. 10 darajada necha darajada yoqdi? 15. 15 mi? Hay, menga 16 daraja yoqdi. Ishqilib koftalarimiz yarashgan. Uni mana olib keldi. Ha, yangi stil bizada bahorga kiyamiz. Ishqilib fikrlaringizni yozib qoldirasizlar endi. Gapingiz yo'qmi? Uni aytish kerak, qarang, men sizga o'rgataman. Hammaga e'tiborlaringiz uchun, kuzatganlar uchun rahmat. Deng. Men ham qarab o'tiribman. Yo'q, birga aytaylik. Hay. Yaxshi chiqadi. Buni aytib ketamiz keyin. E'tiborlaringiz uchun, bizani kuzatganlar uchun rahmat. Like bosamiz, kommentariy yozamiz. Davolaylik. Men gapirmasdan Hay. Samira men ustimdan kulyapti. O'zi naushniga mikrofon yonig'mi, yoniq ekan, ha. Hozir begona sira yopti-da, ochiladi. Siz ayting, e'tiborlaringiz. Keyin yana bitta do'konamiz bor, shunga o'xshagan narsalar do'konamizga olib kelganmiz. Bir temimam. Yana do'konam borligini aytishim kerak. Endi gapirayotgandim, do'konam kechiring. Yo'q, men aytayotgandim, prosta siz hammaga rahmat deng, men hammaga xayr deyman keyin. Hozir gapiraman endi. Tushundim. Hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Hammaga xayr. Пока. Endi boka